Diqqat xalqqa tezkor xabar. Endi O'zbekistonda to'ylar tartibga solinadi. Bu yil to'y qilmoqchi bo'lgan barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat! O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21-aprel kuni korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha yangi farmonni imzoladi. Farmonning ilovasiga ko'ra 2025-yilning avgust oyigacha to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'rakalar va marosimlar o'tkazishni tartibga solish bo'yicha parlament palatalari kengashlarining qo'shimcha qarori qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, to'y, hasham, ma'raka va marosimlardagi isrofgarchilikning oldini olishga qaratilgan targ'ibot ishlari kuchaytiriladi, deyiladi xabarda.